Kecha Xorazm va Qoraqalpog'istonda kutilmaganda yuzaga kelgan kuchli shamol batutlarni uchirib yubordi. Ushbu hududlarda kuchli shamol ortidan favqulodda holatlar sodir bo'lgani aytilmoqda. Bugun ham kuchli shamol xavfi borligi ma'lum qilindi. Ogohlantirilishicha, bugun 18-may kuni shamol tezligi 13-18 metr sekund, ba'zi joylarda 20-22 metr sekundgacha kuchayishi va ayrim hududlarda chang to'zon kuzatilishi mumkin. Bundan Xorazm viloyatining tuman va hududlari mustasno emas. Mazkur viloyatda shamol tezligi 18-20 metr sekundgacha kuchayadi. Xiva, Tuproq Qal'a, Hazorasib tumanlarida esa shamol tezligi 22 metr sekundgacha yuqorilaydi. Sinoptiklarga ko'ra, Toshkent, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryoda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Surxondaryo viloyatlarining ayrim joylarida shamol tezligi 20-22 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar yuzaga kelishi mumkin. Poytaxtda esa shamol tezligi 10-12 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilish ehtimoli ham mavjud. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.